Assalomu alaykum hammaga, qizlar joylama magazinga keldim. Keyin ko'pchilik magazinimda so'rayapti, bo'lib to'lashga olsa bo'ladimi? Kecha prямой efir qilganimda ham rosa ko'p qizlar so'radi, bo'lib to'lashga olib berasizlarmi deb. Qizlar, bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Uzum nasiya orqali boshlang'ich umuman pul to'lamasdan 25 milliongacha tovar olsanglar bo'ladi. Zudpayda bo'lsa 0% передоплата degani bilan nechadir oynikin, ya'ni bir oyni oldindan naqd to'latadi. Mana bu Zudpayga. Shu narsaga za bo'lsanglar, Zudpay uchun kelib bu yerda оформить qilishinglar kerak. Uzum nasiya uchun bo'lsa, o'sha uyingizda o'tirgan joylarda ham uzum nasiya orqali bizani istalgan tovarlarimizni, atirlarni deysizlarmi, kosmetikalarni deysizlarmi, kremlarni, любой narsani uzum nasiyaga olsanglar bo'ladi. Zudpayga ham olsanglar bo'ladi. Faqat ularning o'zini anaqalari bor. Keyin ko'pchilik so'rayapti, foiz qo'shiladimi? Foiz qo'shiladi.